Navbatdagi mashinamiz Kia Sorento или Cerato avtomobili. Assalomu alaykum do'stlar. Nimaga buni yechib olgan farani desalaring, sizlarga jarayonni ko'rsataman. Mana faramizning eski linzasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bunga biz yangi linza o'rnatyapmiz. Обязательно через переходник orqali, usiz qo'yishning imkoni yo'q. Mana kuchli lazerli linzamiz. Bu umuman kuymaydi desam xato bo'ladi, lekin 5-6 yil, kamida 5-6 yil lampochka temasini esingizdan chiqarasiz, zakon yorib beradi. Mana bu qanchalik yorug'ligini bilishlaring uchun mana shu qorong'i ko'chada akkumulyator yordamida yoqib beraman. Qani boshlaylik. Ko'rasizlarmi qanaqa yorug'ligini? Daraxtlar. Так что yorug'ligi chotki. Xo'sh, eski linzasini joyidan chiqarib olamiz. Mana 3 ta zasholka turadi. 1, 2, mana 3. Endi bu joyga yangi linzani o'rnatib olamiz. Qani ketdik. Mana bu tayyor yangi linza. Plyonкасы. Xo'sh, 3 ta zasholka turadi. Ismlarini ulanishi. Bitta qizil, bitta qora qalinsin bu ближний svetga ulanadi. Bitta sariq, bitta ingichkasi bu дальний svetga ulanadi. Shu margat qilganda mana ichidagi shtork ochilishi uchun. Xo'sh, linza tayyor bo'lgandan keyin mana shunaqa pistolet kili bilan yaxshilab girdilariga ishlov beraman, shtobi ichiga suv kirmasligi uchun. Tumankasiga mana shunaqa led lampochkadan qo'yamiz. Xo'sh, mana lampochkani joyiga qo'yib, simlarini ilib oldim. Tumankani yoritish. Mana fara ham tayyor. Bunisini o'zi yig'ib bo'lganman. Hammasi chiroyli joy-joyiga yig'ildi. Ishda eng yoqimli joyi tayyor rezultatni ko'rish. Endi mana do'stlar, qop-qorong'i ko'chada tekshiramiz. Mana tumanka, mana ближний, mana дальний, mana bu margat. Mana bu joyda ближнийning ligrovkasi ham bor. Mana tepaga ko'tarsalang bo'ladi. Mana shu norma. Mana дальний. Так что свет четкий. Mana buni liniyasiga ahamiyat qilinglar. Bartik chiroyli chotki chiqdi. Так что mana bunaqa kommentariyada rahmat aytib tashlash kerak yo'q. Просто like bosib qo'ysalaring shuni o'zi yetadi.